ading kelsin, men senga ko'rsataman, yaramas. Och eshikni. Eshityapsanmi? Adajon, Labi, ko'chada sizni o'rtoqlaringiz chaqirishyapti. kim bo'ldi ekan shu paytdami? Hozir. Oyi, nimaga dodamni ko'chaga chiqarib eshikni qulflab qo'ydingiz? Dodam hech kim chaqirmayotdi-ku. Bitta yaxshi ovqat qilganman, ikkalamiz borib maza qilib yeymiz. Nima, dodam ovqat yemaylarmi? Yo'q, doda hech narsa yemaydi. Bo'ldi, ko'p gapirma. Yur. Abdurahmon, Labbi doda. kel o'g'lim. Issiq nomdan qaymoq olib keldim. Maza qilib olaylik. Ha, Voy, oyingni ham chaqir. ha, hozir. Kel oqa. Sen oyingni chaqirmadingmi? Ular qaymoq yemas ekanlar. Abdurahmon! Och eshikni. Abdurahmon, Ha, doda. qulog'im og'irroq, o'zing bilasan. Do'qir ovozni eshitdim. Nima gap, tinchlikmi? Ahamiyat bermang, hech nima. Mayli, qani ol. Qaymoqdan ol. Hali ading kelsin, men senga ko'rsataman, yaramas. Och!